o'nsutuq dahshat uchastik. Yangi uchastik, yangi qurilgan 2 qavatli qurilish maydoni 350 kvadrat. Birinchi qavatiga 3 ta xonasi, tepaga 4 ta xonasi. Umumiy 7 ta xonasi bor, oshxona, 3 ta sanuzel, lokatsiyasi, ro'xat ko'chasi, ofisni orqasi, детский больница. Keting ichkariga kiramiz. Hovlisi mavjud. Ana bu avtomobil uchun jali eshiklari bor va garaj. Xo'p, hovlisi nima bu? O'sha sanuzel, azizlar, va kattalik. Kattalik cho'tka anasi bajargan. San'atlar, ikkita motor katyol va polni texnikasini boyovoy qilgan. Xo'p, bunda turamiz. Qanday shunaqa chiroyli eshik, temirli. Xo'p, shunday. Koridor, mebel, pul jihozlari bilan beriladi. Xo'p, sanuzel. Birinchi qavatimizga oshxona, katta oshxona, tayyor, yangi mebellar bilan. Oshxonadan azizlar srazu hovlisi ko'rinadi. Azizlar, katta hovlisi bor. Umumiy maydon 10 sotiq. Azizlar, ana bu o'rta hovlisi va o'rtadan ko'rinishi. Ana bu binomiz, ujoyimiz 2 qavatli, yangi qurilgan. G'ishtli, plita bo'lgan. Ana bu hovli, ana bu hovli shu uy-joyga qarashli o'rtada azizlar, ana bu shu devor bilan chegara. Kadastr bo'yicha hammasi ko'rsatilgan, hujjatlashtirilgan. Kadastr hujjatlashtirilgan. Mana bu uy. Haqlar. Bu yangi qurilishi 3,5 sotuq azizlar. Birinchi qavatimiz ana shunaqa joylar bor. Hol, katta hol. Hammasi premium klassdagi zo'r taxlagan jihozlar bilan beriladi. Dekorativ, ana shunaqa dekorativ dekor bilan patologlari kanaderskiy fason. Xo'p, va ikkinchi qavatda sayohat qilamiz. Azizlar, ikkinchi qavatda shunaqa lestnitsa, derganli lestnitsa. Mana. Xo'p, ikkinchi qavatimizga chiroyli hol. Hammasi tayyor. Xo'p, va xonalar, bitta xona, ikkita xona, 3 ta xona, zal mavjud. Xonalarga ayrimga mebel bor. Azizlar, hammasi 100%. Remontlar bajarilgan. Yo'qmi? Shinshonlardan. Yaxshi ko'raman-da. Ko'ramiz buni ham. Xo'p, ikkinchi xona spalnik manimcha ikkita rozborga bemalol. Ha, aytgancha hamma joylari to'pli pol, 100% to'pli pol, bez registr. Ikkinchi qavatga katta sanuzel, katta zal. Ikkinchi qavatda zal. Va oxirgi xonamiz spalnik, tayyor spalnik. Premium spalni jihozlari bilan mebellarning hammasi premium klass. Yevro remont. Ana shunaqa yevro remontimiz bor azizlar. Xo'p, azizlar. Lokatsiyasini yana aytib o'tamiz. Lokatsiyasi ro'xat ko'chasi, ya'ni детский больница, Buxoro детский больница orqa ko'chasi yoki ofis orqa ko'chasi, eski Jamshid bar orientir. Chap tomimizga Makarenko 5-maktab azizlar. Xo'p, narxga keladigan bo'lsak, narxi azizlar $280,000 va albatta zazor bor. Telefon qilinglar, baraka qilinglar. Всех от души уважаю. Premium Book с вами.